chiqarsin, ayting. Bu ko'z aslida protez do'stlar. Dahshatli holat. Ko'zlari o'yib olingan 2 yoshli qizchani oldiga keldik do'stlar. Hozir biz Qarshi shahar Naqshab mahallasidamiz. Ko'z rakiga uchragan bu qizcha bundan 1,5 yil oldin 5 oylik paytida ko'zlari o'yib olingan. Bitta ko'zi o'yib olingan. Ko'zini chiqarsin, ayting. Bu ko'z aslida protez do'stlar. Dahshatli holat. Mana shu protezni 3 million so'mga yasatishgan. Mikrob kirmasligi uchun shu ko'z yasatilgan. Ikkinchi ko'zi ham hozir ko'z raki do'stlar. Sirrochniy yordam kerak bu qizchaga. 35 million so'm pul ketar ekan, Toshkentda operatsiya qilinar ekan. Bu ko'zchasini asrab qolish kerak. Bo'lmasa bu ko'zchasi ham olib tashlanar ekan do'stlar. Bu oilaning ahvoli juda ham og'ir. 2 marta operatsiya qildirgan, bor budini sotib, mana shu uyda ham ijarada yashashar ekan bu oila. Eshiklarni ko'ryapsizlarmi? Mana shu uyga 500 ming berib, shu yerda ijarada turishar ekan do'stlar. Bu oila xo'jayini bilan yashar ekan, ikkita qizchasi bor. Xo'jayini kunlikda ishlab pul topar ekan. Shuni evaziga oilasini boqar ekan do'stlar. Afruza ismli qizchaga sirrochniy yordam kerak do'stlar. Tezlik bilan agar operatsiya qildirmasak, bu ko'zdan ham ayrilishi mumkin ekan do'stlar. Bu juda ham achinarli holat. Bu oilani hech narsasi qolmagan. Mavlon va Afruza qizcham 2 yoshga to'ladi 11-aprelga. Mana shu ko'zchasi uchun chiqishga majbur bo'ldim. Alloh rozi bo'lsin, kimga ihson qilsa ihsonlari qabul bo'lsin. Ramazon oyi hajlarga borsin, kimga yaxshilik qilsa. Mana sinfdoshlarimga ham duo qilaman. Birinchi operatsiyasiga sinfdoshlarim 91-yil sinfdoshlarim yordam berdi. Ikkinchisiga ashna og'ayin aptekachilar yordam berdi. Mana uchinchisiga hech imkoni ham yo'q, bor yo'g'im ayrilganman shu qizcham uchun. Alloh bergan farzandi ekan. Hammamiz majbur bo'ldik shu cho'yishga. Alloh kimga ihsonlar qabul qilsin. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Maksimal darajada do'stlar mana shu videoni yaqinlarga tarqatamiz. Like bosib, hadeshga qilaylik. Qo'ldan kelgancha oz bo'lsa ham o'zingiz yordamingizni qilib keting shu oilaga do'stlar. Xudo xolasa kerakli pullar yig'ilsa, mana shu oilani Toshkentga olib borib, bu qizchani operatsiya qildirib kelamiz. Va undan tashqari bitta chala uyi bor ekan qishloqda. O'sha uyni ham agar moddiy tomonlama yordam bo'lib tursa, bitirib o'zlarini uyiga ko'chirib o'tkazamiz. Bu yerda ijaradan olib chiqib do'stlar. Uy zax bosib ketgan 1 metrgacha. 3 oylik puli berilmagan ekan hali 500 mingdan 1,5 million so'm. Uydan ham qarz. Xullas ahvol dahshatli, achinarli darajada do'stlar. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz.